So'ynaga bugun xudo xolasa obunachilaringiz videoni oxirigacha ko'rishsa aka, toza liniyalik arashan qo'chqorlarim kelgan. Zo'rlardan kelgan. Ha, liniyalik arashan qo'chqorlar, arashan yarichka sovliqlar, bo'g'oz sovliq hamma turidan chiqadi aka, xudo xolasa. Like'ni bosib turibsizmi? Like'ni bosib, mana shu barakali savdo kanaliga xudo xolasa obuna bo'lib qo'ysa aka, qo'ylarni arzon chiqarib beraman. Navrozbek So'yinjon otangga rahmat deb like'ni bosib tursalaring, qo'yni zo'rlari chiqadi, liniyaliklari chiqadi aka. Boshladingmi? Boshladik aka. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizning ashaddiy obunachilari va bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi aka-ukalarimiz, qo'y ishqibozlari, qo'zi ishqibozlari va mana bunaqangi liniyali Qirg'izistonning qo'chqor ishqibozlari uchun akalar bugun hafta kuniga seshanba 2026-yil 17-fevral sanasida biz video syomkalarimizni o'sha mashhur arzonchi optimchilar qishlog'i, Tepao'ron qishlog'iga yetib kelganmiz. Xudo xolasa kanalimizdan anchadan beri chiqib turgan qo'ylarni yaxshilarini qo'yib beryapti turgan Navruzbek ukamizning xonadonlariga kelganmiz. Assalomu alaykum. Mazangiz yaxshimi uka? Assalomu alaykum obunachilar. Sizlar charchamasdan. Xudo xolasa akalar bugun videoni oxirigacha ko'rib tursalaring, qo'ydi So'ynaga boshqachalari keldi. Haqiqatda sizda chiqmaydigan narsalar bugun chiqib qopti. Aka, har doim ham bizda bo'ladi-yu, chiqarar deb kanalga chiqara olmasdik. Ha. Bunaqa qo'ylar sizda to'g'risi uka chiqmas edi. Ha, chiqmas edi aka, kanalga chiqarmas. Qo'ylarni qarang akalar. Bittadan like'ni bosishga arzisa, bitta like'ni bosib qo'ying. Jonivorni yuzlari ikkalasiniki ham taniq ekan akalar. Haqiqatda toza narsani ishqibozlari bo'lsa, akalar, mana razrez. Dumpum aralashmagan ko'rsatib qo'yim. Mana akalar. Bir xil qo'ylar dum chiqib qolyapti. Xolsa akalar bunda yo'q ekan. Mana oyoqlar kengligini qarang, stoykalarni, jonivor. Mana oyoqlar. Hozir oldilarini ham ko'rsataman jonivorni bir qator. Mana akalar. Ko'hraklarni qarang. Mana oyoqlar. Yosh qo'zilar. Mana jonivor. Hamma yo'qlari xudo xolasa aybi nuqsonlari yo'q jonivorlari. Mana oyoqlar. Hech qaysida xudo xolasa bir petnosi yo'q jonivor. Mana akalar. Mana buniki dumba razrezi. Mana akalar. Nima deyapti jonivor? Haqiqatda toza narsani ishqibozlari bo'lsa, toza narsa olaman, qoni tozasini olaman deganlarga tavsiya qilamiz aka. Xo'p, endi uka buni yoshlarini bir aytib o'tib keting. Aka, buni yoshlari 9 oylikdan ikkovi. Ikkalasi ham 9 oylikmi? Ikkalasi ham 9 oylikdan, ikkovi ham bitta qo'radan chiqqan. Bitta qo'radan chiqqan. Bitta qo'radan chiqqan ikkovi ham aka. Xo'p, bo'ylarini nechiga berasiz? Aka, bo'ylari ikkalasi 90 dan chiqadi aka. 90 dan chiqadi. Hozir hurmatli obunachilar o'lchab bergani to'g'risi bu yerda 3 kishidan boshqa odam yo'q ekan, hurmatli obunachilar. Qolamiz, to'g'risi. Haqiqatda. Xo'p, hurmatli obunachilar, ishonib olishaveradi, labizga ishonib olishaveradi. bunday qilamiz obunachilar. Yo'q. Uka, hop, sizga Telegramdan yozishadi. Alohida video qilib, bo'yini o'lchab tashlab berasiz. Bo'ldi. Xudo xolasa, akalar, mana jonivorlar aka. Quloq joylashuvlarini qarang. Ko'zdan ancha pastda mana bunisini ham qarang. Quloq joylashuvlari. Quloqni bunday ko'zdan qarang ancha pastda turibdi. Yuz boshlari toza. Oh, yuz. Mana bunaqangi haqiqiy tozalarini olib boqaman degan ishqibozlari bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa, uka. Endi hop, buni 9 oylikdan ekan. Hop, qo'chqorlaringiz yaxshi, xudo xolasa, zo'r ekan. Hop, gap bo'lishi mumkin emas. Narxi qanaqa bo'ladi endi? Bo'ladigan gap narxida-yu. Aka, buni to'g'risini aytganda har doim aytaman, yaxshi narsa hamma yerda pul deb. Ha. Bularni xudo xolasa qo'ldan kelgancha arzonroq qilib aytamiz, lekin telefonda aka, to'g'risi. Telefonda kelishasiz. Telefonda kelishamiz. Telefon qilishadi, xudo xolasa chiroyli qilib beraman. Ikkalasini ham liniyasi bor, toza narsalar aka, qoni toza. Ha. Qirg'iziston Bishkekdan kelgan aka, mana qirg'iz bilkalari bor ikkalasini ham. Bo'ldi akalar. Xudo xolasa uka aloqaga chiqishadi, ma'lumotlarini telefonda berasiz. Xudo xolasa akalar kelib ko'ramiz desalaring, qo'y Namangan tumani Tepao'ron qishlog'ida turibdi, mana shu ukamizning qo'ralarida. Xudo xolasa kelishaveramiz mana shu qo'raga. Mana akalar, bu yerlarda ham qo'ylar seroq. Xudo xolasa o'zingizga yoqqan tanlab ketaverasiz. Video davomida aka, video davomida arashan yarichka sovliqlar, hamda esa undan tashqari aka bo'g'ozlaridan hamma turidan to'qli qo'zi ham chiqadi. To'qli qo'zi yarichkalar chiqadi, arashan yarichka. Hammasi chiqadi. Hurmatli obunachilar, hozir qo'chqorlarni sizlarga bir donadan yurishlarini ham ko'rsatib o'taman. Qo'yib yuboringlarchi ikkalasini ham. Mana jonivorlar. Akalar, mana haqiqiy nima desa bo'ladi, akalar. Ozgina chorsoq ekan haqiqatda qo'chqorlar. Mana yurishlarini ham bitta ko'rsatib o'tib ketaman jonivor. Haqiqiy akalar turishiga bittadan like deb bosib qo'ying.
jonivorlar. Biz akalar keyingi partiyalarga o'tamiz. Akalar, keyingi partiyamizga xudo xolasa mana bunaqangi to'qli qo'zilar ekan. Navruzbek, To'xli arashan yarichga qo'ylar aka. to'qli arashan yarichka ekan. Xudo xolasa akalar yuzlarini qaranglar, jonivorni qaranglar. Haqiqatda xo'p, uka ma'lumotlarni bering. Bo'ylari qanaqa, yoshlari qanaqa? Aka bo'ylari 75 plus, xudo xolasa. 75 plus mana bunaqangi ko'p bo'rklardan bor ekan. Yoshlari aka. Akalar mana buni qulog'ini qarang. Yoshlari 6-7 oylik. 6-7 oylik atrofidagi qo'zilar ekan, xalasi. Yarichkalar. Endi hammasi qo'chqor sog'liq bu yerda. Bayda aka hammasi yarichka sog'liqlar. Hammasi sog'liqlar ekan. Quloq qarang. Quloq shirinasini qarang. Qulog'ini qarang. Joylashuvlarini qarang. Haqiqiy akalar, Ko'zdan ancha o'zi pastda turibdi. toza narsa, xudo xolasa yuzidan ma'lum. Qo'yavering. Mana jonivorni qaranglar. Xo'p, nechta uka bu yerda? Bu yerdagi 8 bosh. 8 dona, hurmatli obunachilar. Hammasi akalar bir xil jussadagi qo'ylar ekan. Ikki dumba, ayri dumba, birorta xunugi yo'q ekan. Haqiqatda xunuk osilib ketgan dumbalari yo'q ekan. Jonivor mana. Qo'yladi. Jonivorni qarang aka, qo'z. Mana akalar. Mana aka tishini ham ko'rsatib qo'yaylik, bir ikkita mana. Qo'z borgandan keyin tishlarigacha ochib Mana olishadi. jonivorni qarang. Haqiqiy akalar toza narsani ishqibozlari bo'lsa 8 donasini hurmatli obunachilar bir joyda olib qo'ying. Mana bunaqangi zo'rlardan xudo xolasa yaxshi sog'liq bolalarini o'zlaring olib yurasizlar. Xudo xolasa bitta liniyali yaxshi qo'chqorni qo'shasizlar hurmatli obunachilar. Birinchidan bolalarini o'zlaring olib yuraverasizlar jonivorlar. Xudo xolasa qo'chqor qo'shadigan sezonga rosa tayyor bo'ladi emas. Rosa o'sha qo'chqor qo'shadigan sezonga tayyor bo'ladi. Haqiqiy akalar nima deyapti jonivorlar? Ya'ni o'sarmon narsalar. Yaxshi toza narsalar ekan. Yuzlaridan ma'lum akalar mana. Bitta ko'kidan mana. Jonivorni qaranglar. Xudo xolasa akalar bo'ylari 75 plus, yosh oyligi 5-6 oylik dedingizmi? Yo 6-7 oylik. 6-7 oylik atrofidagi to'qli qo'zilar, hammasi jonivorlar. Xo'p, yedish sog'lomligiga garantiyalarni berasiz? Ha, bir hafta garantiya sinab olishaveradi aka. O'zim ham sinab chiqaryapman aka. O'zlari ham sinab chiqaryaptilar. Xudo xolasa akalar. Xo'p, kelib ko'raman deysa lakasala tashlab berilaveradi. Lakatsalar endi aytib o'tib ketaylik, lakatsa tashlab beriladi. Ha. Yo'lda kelyapti, birorta qo'rada qolib ketishmasa, qarab turing. Tashlab beriladi. Agar yo'lda biz nechta 10 ta odamni 11 tasi ham kelmayapti qo'raga. To'g'risi, hammasi boshqa qo'ralarda qolib ketyapti. Xudo xolasa kelishadi. Mayda ish bitmasa, qarab turing. Ha. Boshqa qo'raga o'zimiz ham boraveramiz. Ha. Lekin biz uni vaqt sarflab lakatsa tashlayapmiz, boshqa qo'ralarda qolib ketsa bizga foydasi yo'q. Xudo xolasa kelishadi, lakasalar tashlab beriladi. Lakatsalar tashlab beriladi. Xo'p, dastavkalar qayergacha? Dastavka aka Vodiy bo'ylab Toshkentgacha bepul, amayli Samarqandgacha qilib beraman aka. Samarqandgacha. Unda u yog'i kelishilgan holda akalar. Hop, endi uka buni narxi nechi pul? Bu tarafga qo'yingchi. Narxini aka bularni 6 million 400 ming so'mdan beraman aka. Yo'q, kelishtirim. 400 mingdan yaxshi-yu o'zi. Yo'q, sal o'tib bermasangiz iloji yo'q. 6 million 400 dan ozginadan o'tib bermasangiz bo'lmaydi-ku. Aka, endi mayli o'tib ber dedim, 50 mingdan o'tib beraman aka, to'g'risi gapda. 50 mingdan o'tib beraman. Qo'ylar o'zi yaxshi narx aka, to'g'risi gap. Buni bitta ikkita quloq, shalpan quloqlarni olib chiqib sotadigan bo'lsam. Qanchadan? 6 million 350 mi? Ha, 6 million 350 dan hammasini olib. Bo'pti, bunday qilamiz. Balatdan kelib gapirish kerak yo'q. Siz emas, men ekanmiz. 6 million 300 dan yengil barakasini uzun. Odam maza qilsin. Optim olishadi. Bo'ldi aka. Hammasini olganga laykni bosib otdan Joningiz sog' bo'lsin akalar. 6 million 300 ming so'mdan akalar mana bunaqangi haqiqiy tozalari ketdi. Jonivorni qaranglar. Optimaling xudo xolasa akalar ishlaring bitadi. Endi uka bitta ikkita olamiz degan odamlarga narxi plus bo'ladi aka. ozginadan plusi bor jonivorni. Xudo xolasa ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar, xudo xolasa ishlaring bitadi. Akalar biz keyingi partiyalarga o'tamiz. Akalar keyingi partiyamizga ham mana bunaqangi haqiqiy akalar yuzlari ham tiniq, quloqlarini qarang, jonivorlarni. Jonivorni qarang. Uka qaydan topib keldingiz bunaqalarini? Quloqni qarang. Akalar quvozmiz aka. Uni qarang, jonivorni go'zalligini qarang, haqiqiy akalar nima deyapti? 3 dona ekan-a? Ha, 3 dona. Aka Qirg'iziston, Bishkekdan bir kishiga zakasga o'tgan qo'ylar aka. Zakasga o'tgan qo'ylar deyapti. Yaxshi niyatda sotdi aka bizga. Mana jonivorni qarang yuzlarini. Akalar u mashhur haqiqiy akalar boshqa narsa ekan. Mana buni quloqlarini qarang. Jonivorlar, rosa chiroyli. Xo'p, bular yosh oylik qanaqa aka? Yosh oyliklar aka 7 oylikdan. 7 oylik bular. Xudo xolasa 7 oylikdan. 7 oylik standart deyaptilar. Uchalasini ham jonivorlarni.
akalar bittadan like bosib turing. Mana bunaqangi tozalari kelib qolganda xudo xolasa o'tkazib yubormaslik uchun. Obuna bo'lib qo'yinglar kanalga xudo xolasa akalar. Obuna bo'lib qo'ysa aka, mana bunaqa yaxshi qo'ylar chiqqanda o'tkazib yuborishmaydi-da. Xo'p, yoshi 7 oylik. Ha, yoshi 7 oylik. Bo'yin nechiga berasiz uka? Qo'ylar aka, uni bittasi 80 chiqadi, ikkitasi 75 plus. Ikkitasi 75 plus, bittasi 80. Hammasini 75 plusga olishaversin. Hammasini 75 ga olishsin, ha? Ha, 75 ga olishaversin. 75 ga olishsin, chunki mana bular chiqadi-yu. Borganda sizni ham bizni ham uyaltirmasin. Xudo xolasa akalar. Mana. Qo'ydi qarang aka. Ko'rsataman. Yuzlarini qarang. Mana jonivor akalar nima deyapti? Haqiqiy akalar toza narsani ishqibozlarimiz quloq qarang. Jonivordi. Nima deyapti? Ikkala endi arqalarini ko'rsataylik. Bir arqalari ham buni emas ketaman. Jonivorni mana akalar. Hamma tomonlama mazor. Xudo xolasa ichida yaxshi narsa kelib qolganda, hurmatli obunachilar, mana o'tkazish vermaydi. haqiqatda qo'yavering-chi. Mana jonivor o sherigi ham sheyda, xudo xolasa. Hop, uka endi buni narxi qanaqa bo'ladi? Uchalasini bir joyda olishadi-da. Narxini xudo xolasa yengil qilib chiqarib beraman aka. Yengil. 6 million 600 ming so'mdan uchalasi ham ketaveradi. Yo 6,5 dan bo'lsin. Yengil. Uka. Mana aka. Sal Xudo xolasa. o'zi bo'ladiganini aytyapman-da aka. 6,5 dan yengil barakasini o'zing uka. Otangga rahmat deb bittadan like bosib qo'yishadi, bo'ldi, ketdi aka. Jonim sog' bo'lsin akalar. 6 million 500 ming so'mdan. Ha. Bu bittasini olaman. Bo'lmasa uni ikkitasini olaman. Bittasi yaxmaydi, o'zi yaxmaydigan qo'y yo'q, lekin pilusi bor ichidan bitta olgan shunaqa odamlar. Xudo xolasa uka biz kanaldan chiqib uchalasini olishadi. Uchalasini olsin. Uchalasini olishadi. Ya shunaqa aka. Yaxshi niyatda chiqaryapman, xudo xolasa olgan odam mazza qilib baraka topadi. Uchalasini olishadi. Xudo xolasa akalar ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa akalar biz sekin keyingi partiyalarga o'tamiz. Akalar, keyingi partiyalarimizga xudo xolasa mana bunaqangi badani zo'rlardan. Xudo xolasa badanini qarang, jonivor. Ikkalasi ham polvon qo'zlar ekan. 10 kun, 15 kun ichida tug'ib oladigan bo'g'az sog'liq olaman deydigan obunachilarimiz bo'lsa, mana shu yerga uni sotaman xudo xolasa. 10 kun, 15 kunda tug'adimi? 15 kunda tug'ib bo'ladi. Baqa olib keling kamerangizni mana. Aka, voy jonivor, nima deyapti akalar? bunisi bir uzab ketsa 10 kunlarga boradi. 10 kunlarga tug'adi Bunisi xolasa. aka uzab ketsa 1 oy, yo'qsa 20 kun. 1 oy 20 kunda tug'ib oladi xolasa. Qorinlar qarang, haqiqiy qorinlar tashlab qo'ygan jonivorni mana akalar. O'zini ham ko'rsatib o'tib ketaman. 1 oyda tug'ib bo'ladi deyaptilar jonivor. Ikkalasi ham qo'zi kelgan. Qo'zi? Ha, birinchi qoringa tug'adi ekan. Mana jonivor, qo'zi ekan ikkalasi ham. Mana jonivor, ikkalasi ham qo'zi tishagan, xudo xolasa. Xo'p. Endi uka buni bo'ladigan gap narxida ikkalasini tars ayting. Nega aka? Yetishchisiga bir hafta garantiya, bir hafta garantiya beraman. Bo'ylari nechi? Bo'y baslari aka 80 dan chiqib qoladi, lekin 75 plusga beraman. 75 plusga berasiz, xudo xolasa. Narxini aka bitta gapiraman, Toshkentgacha dastlabkasi bilan bepul 13 million 500 ming so'mga. Undan uyog'iga kelishilgan holda. Kelishilgan holda. Ha, 13 million 500 ming so'mga ketaveradi aka. 13 million. Asmas xayriyam bor. 13 million 500 ming so'mga akalar ketdi mana bunaqangi yaqinda tug'adigan qo'zilar. Aka 13 million 500 ming so'mga 4 ta qo'ya olyapman deb olishamiz. Haqiqiy akalar. Balkim 5 ta o'q qolar, balkim 6 ta. Xudo xolasa akalar ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Mana bu yuzlariga bittadan e'tibor bering. Xudo xolasa qo'ylar ham o'zi yaxshi narsalar ekan, jonivorlar. Mana akalar. Xo'p, uka telefon qilishadi, chiroyli qilib xayrlarni qilib o'tib berasiz. Azmas xayrini qilib beraman. O'tib berasiz, xudo xolasa. Aloqaga chiqinglar, xudo xolasa ishlaring bitadi akalar. Biz keyingi partiyalarga o'tamiz akalar. Akalar, keyingi partiyalarimizga mana bunaqangi bo'g'oz sog'liqni haqiqiy zo'rlaridan jonivorni qarang. Mana xudo xolasa akalar. Hop, uka keyingi partiyamizga 4 dona ekana. 4 dona naq bo'g'ozlar, yoshi ham yosh, hammasi ikkinchi qoringa bo'g'oz. Hammasi ikkinchi qoringa bo'g'oz. 4 ishdanmi? 4 ishda aka. Jonivorni qarang, 4 ishda. Yuzlarini qarang, quloqlarini akalar. Nima deyapti jonivor? Xudo xolasa. Hammasi udor xolasa. Yosh narsani ishqibozlari bo'lsa, akalar aloqaga chiqinglar. Jonivorni qarang. Hop, bo'ylar nechiga berasiz uka? Bo'ylari aka 80 plus 80 danga olishaveradi. 80 danga olaverasizlar, hurmatli obunachilar. Bo'g'ozligi hop, necha oylik atrofida endi bu uka? Bo'g'ozligi aka bular xudo xolasa bir 2 oy plus minusda tug'ib bo'ladi aka. 2 oy plus minusda xudo xolasa tug'ib bo'ladi deyaptilar jonivorlar akalar. Nima deyapti? Haqiqatda mana o'zingiz baho bering. Yoshlar 4 ishdan, bo'ylari 80. Yosh narsa ekan 6-7 yil bolasini olishadi-da. Hop, endi uka bu
Bundan keyin yana partiyamiz bormi yoki-da yo'qmi? Bu so'nggi partiyamiz. Oxirgi partiyami? Oxirgisi. Xudo xolasa akalar, oxirgi partiyamiz ekan. Puli yengil bo'ladimi uka? Ha, puli yengil aka. Mana jonivorni qarang. Xudo xolasa lakasalar tashlab beriladi. Kelib Lakasalar ko'ramiz tashlab. desangiz, hurmatli obunachilar. O bitta mana Hisoridan ham bor ekan jonivor. Bitta Hisori kashtani bor-da. Bitta Hisori kashtan. Vobshe boshqa narsa. Haqiqiy akalar. Xo'p, endi uka bu bo'ladigan gap narxida-da. Narxini aka bo'ladigan qiladi 7 million 100 ming so'mdan beraman. Yo 7 milliondan o'sha yuzini qo'shmoqchi. Ha, mayli, o'zingiz sinmasin. Hurmatli obunachilar mana 7 million so'mdan ketdi akalar, nima deysizlar? Kommentariyada o'z fikringizni qoldirib keting. Xudo xolasa bizga qiziq, hammasini o'qib chiqamiz, hurmatli obunachilar. Telefon qilganga azmas xayrini ham qilib beraman aka. Telefon qilishadi. Bo'lsa, sizni obunachilaringizga bo'lsin. Akalar mana bunaqangi yuzlari tinig'idan. Xo'p, 7 million so'mdan telefon qilishadi, xayrini qilib berasiz. Xayrini qilib beraman aka. Chiroyli qilib. Bosib otanga rahmat deb qo'ysa bo'ldi. Bo'ldi. Bu arzon bo'laveradi. Bo'ldi akalar. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa endi bugunga shular edi akalar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Alloh chorvalaringga baraka bersin akalar.